Har bir o'xshamagan ish stress sababli emas. Stressga keladigan bo'lsak, stress eko natijasiga ta'sir qilishi mumkin, lekin uni ta'sir doirasiga ko'p ahamiyat berib yuboriladi. Har bir o'xshamagan ish stress sababli emas. Stressdan boshqa ko'proq uchraydigan sabablar bor. Stress ikki xil bo'lishi mumkin. Fiziologik reaksiya, patologik stress. Fiziologik reaksiya hayotingizda qanaqadir yomon voqea sodir bo'lsa, siz stress olasiz. Kimdir olamdan o'tadi yoki siz imtihonlardan o'ta olmaysiz. Eko o'xshamaydi. Vaziyatdan kelib chiqib stressga tushasiz. Bu stress normal holat. Bu sizning tanangizni tashqi ish jarayoniga nisbatan reaksiyasi. Bu turdagi stress ekoning natijasiga ta'sir qilmaydi. Ikkinchisi patologik stress. Bu juftlik yoki ayol nima sodir bo'lishidan qat'iy nazar, yaxshi narsami yoki yomon, doimiy stressda. Bu turdagi stress eko natijasiga ta'sir qilishi mumkin, chunki bu hamma narsaga ta'sirini o'tkazadi. Gormonlarni tartibga solishga xalal beradi, juftlik dorilarni o'z vaqtida ichmaydi va bu ekoning natijasiga tabiiyki ta'sir qiladi. Bunaqa holatlarda biz odatda juftliklarni psixiatr yoki psixologlarga borishlarini maslahat beramiz. Odatda bu holatlar to'g'rilansa bo'ladigan holatlar hisoblanadi. Lekin normadagi stress, ya'ni tashqi jarayonga bog'liq bo'lgan stress, odatda ekoning natijasiga ta'sir qilmaydi.